Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Adhamboy otajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, Yaxshimisiz otajon? Sog'misiz? Salomatmisiz? yaxshi xudoga. Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Otajon, ayni damda biz sizga Yaqinlarimga tabrik loyihasi Telegram kanalidan murojaat qilmoqdamiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Barnoxon bo'laman. Aha. Eshitishimiz bo'yicha bugun sizning shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz ekan. To'g'ri topdikmi? Aha. Tabriklaymiz otajon. Rahmat. Allohim nasib etgan yana bir umr yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bunday go'zal, chiroyli, navqiron va ulug' yoshlarni ko'pini ko'ring. Rahmat. Umr bahoringizning fasli 56 bahori, 56 yoshingiz bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Nasib qilsa 100 yoshlar ila yuzlashib, oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz va barcha siz uchun qadrli bo'lgan qadrdonlaringizning baxtiga sog'-omon bo'ling otajon. Rahmat. Otajon, ayni damda sizning tug'ilgan kuningiz, tavalludingiz munosabati bilan bizning loyihamizga yaqin insonlaringizdan dil izhorlar, siz uchun atalgan samimiy ezgu tilaklar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? O'sha sirli, g'oyibona insoningiz kim bo'lishi mumkin? Uyda. Taxminingiz kimdan otajon? Ha. Taxminingiz kimdan? O'sha sirli, g'oyibona insoningiz kim bo'lishi mumkin? O'g'limiz. Yana kimdan taxmin qilasiz? Shu kelinlar, biz bolalarmizdan. Albatta otajon, sizni bugungi shukrona kuningiz munosabati bilan farzandingiz, aziz farzandingiz, o'g'lingiz Oxunjon akamiz otajonimni, padari buzrukvorimni tabriklab qo'ying deya bizga tabriknoma yo'lladilar. Rahmat. Qolaversa otajonim, sizni yana bir qator yaqin insonlaringiz, mehribon nevarangiz Malikaxon, umr yo'ldoshingiz Gulshon onajonimiz, o'g'lingiz Mirzali akamiz, qizingiz Kamilaxon opamiz, kelinlaringiz Hayotgul, Gulruh opalarimiz va qolaversa yana barcha nevaralaringiz Odilbek, Asilbek, Akobir, Bonu, Umirbek, Muslima, Qodirjon, Sumaya va opalaringiz Norxol opa va Dilfuzaxon opalar ham siz uchun o'zining salomlarini, tilaklarini yo'llab o'tdilar. Rahmat. Ayni damda ijozatingiz bilan albatta siz uchun yo'llangan, siz uchun atalgan ushbu go'zal tabriknomani o'qib eshittirsam. Rahmat. Mayli. Assalomu alaykum, mening aziz insonim. Tabarrugim, padari buzrukvorim, otajonim. Sizni bugungi hayotingizdagi eng quvonchli kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Avvalo, Allohimdan sizga uzun va sermazmun umr tilayman. Aziz boshingiz omon, tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Oila a'zolarimiz va barcha yaqinlarimiz baxtiga bor bo'ling. Umr yoshingizga yoshlar qo'shilib, onajonim bilan qo'sha qarib, farzandlaringiz ardog'ida, hurmatda, izzatda yurib, doimo boshimizga bosh bo'ling otajon. Rahmat. Otajonim, sizdek mehribon, oqko'ngil insonga meni farzand qilib yaratgan Allohimga mingdan ming shukronalar aytaman. Sizdek mehribon otam borligidan faxrlanib yuraman. Otajonim, Rahmat. nasib etsa onajonim bilan birgalikda ulug' ziyoratlarga, haj va umra safarlariga borishlikni, hoji ota, hoji ona bo'lishdek ulug' maqomlarni tilab qolaman siz mehribonlarimga. Barcha ezgu tilaklarim siz uchun.
Doimo yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Hech qachon g'am ko'rmang. Sizga shunday baxt tilaymanki, u hech qachon tugamasin. Sizga shunday quvonch tilaymanki, u sizni hech qachon tark etmasin. Qalbingizdan kulgu, xotirjamlik, doimo yaxshi tilaklar barchasi sizga, siz uchun atalgan bo'lsin otajon. Ayni damda sizni barcha oila a'zolarimiz nomidan juda ham yaxshi ko'rishimizni, samimiyat ila tabriklashimizni yana bir bora ta'kidlab o'tamiz. Doimo biz uchun omon bo'ling otajonim. Allohimning panohida bo'ling. Siz bor baxtga jo'raman ota. Siz bor shohu to'raman ota. Bu dunyoda yaxshiyam borsiz, sizni yaxshi ko'raman ota. Mazza qilib davron suribman. Ota, davringizda yuribman. Maqtanaman, qaddim uribman. Sizni yaxshi ko'raman ota. Biz deb ko'rmay na tinim na dam. Qancha yo'lga tashlagan qadam. Dunyodagi eng yaxshi odam. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Mehnat qilib qo'llari qadoq. Ko'ngli oppoq, qorlardan-da oq. Men suyanib turgan azim tog'. Sizni yaxshi ko'raman ota, deya farzandingiz, mehribon o'g'lingiz Oxunjon akamiz o'zining dil izhorlarini yakunlaganlar. Otajonim, ayni damda siz bilan suhbatimiz yozib olinmoqda. Sizning ham farzandlaringizga, yaqinlaringizga dil izhorlaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. O'zlari ham eshitishadi. Rahmat otajon. Otajonim, sizni bugungi tug'ilgan kuningiz munosabati bilan yana bir bora qalbimiz tubidagi eng samimiy, sarafroz so'zlarimiz ila muborakbod etib qolamiz. Bugungi tavallud kuningizni ham chiroyli tarzda, a'lo kayfiyatda o'tkazing. Rahmat otajonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.